Assalomu alaykum. Topik 2 testlarida so'z boyligingiz pastligi uchun qiynalyapsizmi? Unda mana shu usulni qo'llab ko'ring, bu sizga foydali bo'lishi mumkin. Bilamizki, 30-savoldan keyin juda ham qiyin so'zlar keladi va mana shuni tarjima qilishda ko'pchilik muammoga duch keladi. Demak, bunaqa holatlarda nima qilishimiz kerak? So'zni, o'sha matnni xarakteri qanaqa? Xarakter degani ya'ni ijobiymi, salbiymi? Shuni bilish orqali ham javobga yetishimiz osonlashishi mumkin. Masalan, mana bu joyda hammasiga tushunmasligi mumkin, lekin mana bu oxirida tugayotgan so'zlarga e'tibor beryapman. Chovajel suv ipda, ya'ni yaxshilashishi mumkin. Bu ijobiy holat, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa mana bu oxirgi gapni oladigan bo'lsak, buning ichida demak qiyin so'zlar borligi uchun hammasiga tushunmayapmiz. Lekin bitta qaraganda bizni ko'zimizni tortayotgan, biladigan so'zimiz qaysi bo'lyapti? To'mi tenda, ya'ni yordam bo'ladi. Bu ham ijobiy holat bo'lyapti. Shundan bilishimiz mumkinki, matnni demak umumiy mazmuni ijobiy. Demak, mana bu bir bilan ikki salbiy holat, ya'ni opda, annda bo'lganligi uchun salbiy holatlik uchun javobni chiqarib yubordim. Demak, mana bu joyda to cho'tda yana ham yaxshi, xvalbal hechinda aktivlashadi degan so'zlar kelyapti. Bular ikkalasi ijobiy holat bo'lganligi uchun javob yoki 3 yoki 4 bo'lyapti. Mana shu holatda ham demak bizda imkoniyat endi 25 ga, ya'ni 4 ga 1 emas, 50 ga 50 bo'lib qolyapti. Endi bundan yana bitta xulosa qilishimiz mumkin. Mana bu joyda achida ochida kelayotganligi uchun mana bu joyda ham hechida ishlatilyapti. Shuning uchun mana shu javob 4 javob aniqroq bo'lyapti. Buni o'qib chiqadigan bo'lsangiz ham, demak tekshirib ko'rsangiz javob 4 bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringizga ham ulashib yuboring. Bu doimo ish bermaydi, lekin mana shu usul orqali ham ancha osonlashadi yetishingiz. To'mandayoq